Hi guys, sizlar bilan Katrin va bugun bizni sahnamizda Xonju. Salom Xonju, studiyamizga xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Men YouTuber Xonju niki ortida faoliyat yuritaman. Ismim Madina. 18 yoshga kiraman. YouTube'ga dadam orqali kirib kelganman. Judayam qiziqarli eshitilar ekan. Xo'sh, Xonju, sizga birinchi savolimiz K-pop haqida fikringiz. K-pop haqida fikrim, menimcha K-pop o'ziga yarasha sirli olamga ega va u bizni boshqa insonlarning olamidan juda ham katta farq qiladi. Har bir K-pop musiqasi insonni yuksaltiradi, rivojlantiradi. Men ham shunday fikrdaman. Xo'sh, bu savolimizga javob berganingiz uchun rahmat. Ana endi ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, sizga qanday inson turlari yoqmaydi? Menga yoqmaydigan inson turlari? Hamma deb ketaveraymi? Yo'q. Menga yoqmaydigan inson turlari ikki taraflama rol o'ynaydigan insonlar. Ham senga, ham boshqaga yaxshi ko'rinishga urinadi. Shunaqa insonlar va sizni oldingizda juda ham o'zini muloyim ko'rsatib, ortingizdan pichoq uradigan, ortingizdan ish qiladigan odamlar yoqmaydi menga. Men ham shu fikrdaman. Menimcha Xonju, siz bu taraflama juda ham ko'p pand yeganga o'xshaysiz. Xo'p, Xonju, bizda 3-chi savol. Drama ko'rasizmi va eng yaxshi ko'rgan Korean dramas? Drama ko'raman. My Demon editlari orqali doramaga qiziqa boshlaganman va dorama men uchun hordiq oladigan eng yaxshi mashg'ulotim. Buni eshitib juda ham xursand bo'ldim to'g'risi. Hozirgi kunda men ham shunday bo'lib qolganman. Menimcha ko'plar ham shekilli bundan zavq oladi. Xo'sh, Xonju, sizga yana bitta savol. Hate olganmisiz va kimdan? Hate olganmisiz? Haterlarga fikringiz? Ha, albatta hate olganman. Va buni hate deb ham bo'lmaydi, chunki bu hate'ni bitta inson tomonidan olganman. Meni YouTube'dagi Taymitsuniki ortidagi bloger va uning fandomlari tomonidan va boshqa YouTuber yoki boshqa blogerlar tomonidan yoki omma xalq tomonidan hate olmaganman. Buni eshitib to'g'risi bilmadim. Hate bo'lgan joyda keyinchalik mukammallik bo'ladi deyshadi. Xo'p, Xonju, sizga omad tilaymiz. Xo'p, intervyu haqida fikringiz? Intervyu haqida fikrim, menimcha savollar juda yaxshi va kerakli bo'lgan savollar tuzilgan. Agar siz o'zingizni va YouTuberingiz haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bu ham mana shu intervyuni berish kerak, menimcha deb o'ylayman. Bu gaplaringiz bilan juda ham xursand qildingiz. Xonju, rahmat kattakon sizga. Siz bilan Xonju va Katrin bo'ldi. Keyingi shoulargacha xayr deb qolamiz. Meni tinglaganingiz uchun rahmat va xayr.